mana bu tomonda. Assalomu alaykum asfaltchi bola kanali kuzatuvchilar. Ko'rib turganingizdek biz bugun Sirdaryodamiz. Sirdaryoda mana shunaqa fayzli hovlimizga chiroyli qilib asfaltimizdan yotqizib bermoqdamiz. Asfaltchi bola bilasizlar juda ham ko'p hovliga asfalt yotqizmaydi, negaki Toshkent tomonlarda bunaqaga talab juda ham kam. Asfaltchi bolani filiallari mavjud. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Navoiy bemalol istalgan joylarda ish olib boramiz. Bilasizlar Farg'onada Vodiyda esa Farg'ona asfalt filialimiz mavjud. Mana shunaqa rushnak katoylarimizda bosib chiroyli qilib beramiz. Bu asfalt endi necha yil xizmat qiladi deyishinglar mumkin. Xudo xolasa biz yotqizgan asfalt eng kamida 15-20 yil xizmatingizni qilib beradi. Mana shunday qop-qora fasadga juda ham chiroyli bo'lib ochilib turadi. Bu obyekting Sirdaryo deyapsan, u Sirdaryo qayerda deyishinglar mumkin. Sirdaryoni o'zim ham yaxshi bilmayman. Sirdaryoni Forish degan joyda, Forish Sondarobod ekan. Sondarobod degan joyda chiroyli qilib asfaltimizni yotqizib bermoqdamiz. Hozir tog'amdan so'rayman. Tog'a qanday ketyapti? Ishda hozir uy egasi, hovli egasi tog'amdan bir so'rab ko'ramiz. Tog'a, asfaltchi bolaning ishiga o'zingiz biror nima deng. Qanday chiqyapti, xudo xolasa? Mana mikrofon. Allohga shukr, juda yaxshi chiqyapti mana. Juda hovlilarimizni chiroyli qilyapti. Umrlariga baraka bersin, sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Katta rahmat asfaltchi ukamizga. Charchamasin. Xudo xolasa o'sha hovlining fasadiga juda Alloh rozi bo'lsin. Juda chiroyli chiqyapti. Mana marhamat. Ko'ringlar, havas qilinglar, kelinglar. Bir piyola chayimiz bor. Ana. Rahmat, tog'amga ham rahmat deymiz. Ko'rib turganingizdek, o'z ko'pchilik asfalt talab joylar juda ham ko'p. Ko'pchilik o'ylashadi, Sirdaryo tomonlarda asfalt yotqizsa bo'ladimi? Asfalt qidirib charchaydi. Asfalt qidirib charchamaydigan payt keldi endi. Asfaltchi bolaga murojaat qilasizlar, mana shunaqa o'zimiz chiroyli qilib asfaltimizdan yotqizib beramiz. Bunaqasi ko'rib turganingizdek, oldin faqat vodiyda bo'lardi, to'ktirardi, aravada tashirdi. Voha tomonlarda juda ham kam edi hovliga asfalt yotqizish. Endi xudo xolasa Voha tomonimizda ham mavjud. Bemalol asfaltchi bola aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizning videomiz ko'pchilik yetib borish uchun, manfaatli bo'lishi uchun albatta like bosib qo'yasizlar. Asfaltchi bolaga obuna ham bo'lib qo'yasizlar. Bolalarimiz hammasi mehnatkash, issiq demasana, Ravshan aka. Chotgan buyog'i eng professional, eng kamida 5 yillik, 6 yillik stajga ega bolalar. Hammasi fasad qarida juda ham chiroyli bo'lib turibdi hovlimiz. Lekin mana shu fasadga asfaltimiz juda ham chiroyli bo'lib, yarashib, juda ham zo'r bo'lib turadi. Xudo xolasa, Shopir akamiz o'zi Sirdaryoda bu 3-mi, 4-chi ishlashim Shopir akamiz o'zi olib kelib beryapti har bir asfaltimizni. To'g'rimi, brata? Asfaltchi bo'lish zo'rmi? Ha, bratanimiz o'zi xudo xolasa Sirdaryoda juda ham ko'p ishlab o'radigan bo'lsa, akam o'zi xizmat olib boraveradi. Xudo xolasa bizga asfaltimizdan dastavka qilaveradi. Xo'p, endi gapni qisqa qilaman. Asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasizlar va 94lik kod bilan 538 44 63 yoki Voha bo'ylab 94lik kod bilan 283 49 79 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Vodiyda bo'ladigan bo'lsa Farg'ona asfaltga, ya'ni 91lik kod bilan 669 44 66 raqamiga bemalol aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa bizning ishimiz sizlarga yoqqanidan biz xursandmiz. Bemalol asfaltchi boladan uzoqlashmaslik uchun yana bir qaytaraman, asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videomiz ko'pchilik yetib borish uchun va manfaatli bo'lishi uchun videoga like bosib qo'yasizlar va kattaroq ob'yomlarni taxlab qo'yaverasizlar. Mana shunaqa hovliga, ko'chalarga asfalt qilib beramiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, salomat bo'lasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.